Shunaqa qo'g'dog'imiz bo'lyapti. Shosh degan restoranni o'tkazishyapti. Biz kelgan xizmatimizda fotozonni va stoykalarni yasatib berdik. Choy yig'im bo'ladi. Yuristlar bilan arzon qilamiz va qanaqa qilganimiz sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz hammasini aytib ko'rsatib o'taman. Albatta summasini ham aytaman. Endi bo'lsa flamingolarimizni pishiramiz. Flamingolar stoykalarni, tepalilarni, stoykalarni pishiraman. Oz ko'rasiz qanaqa holatda bo'lishi. İşimizni tugatdik va sizlarga hozir mana shu Shosh restoranini obzorini ko'rsatib bermoqchi edim. Juda chiroyli shinamgina ikkinchi etajda Shosh restorani restavratsiyasi qilingandi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib stollarni nakrivat qilib, hattoki idishlargacha ham o'zgartirib yengillik kiritishgan ekan. Sahnalari hammasi o'zini sostavini ichida, kishi boshiga 180 mingdan 250 ming va bu yog'i tanlashingizga qarab oshib boraverar ekan. Kelin-kuyovni sahnasi bo'lsa, bonusga qo'yib yasatib berishar ekan. Anaqa menyuni ichiga qo'shib berishar ekan. Mana shunaqa chiroyli qilib sizlarga ham ideali ko'rsatmoqchiman. Sahnani mana shunaqa qilib yasatsanglar ham bo'ladi. Buxoro arkani, yarimta buxoro arkani qo'ygan. Ko'rayotgan bo'lsangiz 2 qavat emas, 1 qavatli qilib yasatilgan. Juda chiroyli. Tepalarni hammasini gul qilib terishgan. Qora material va chetlariga ipli materiallar bilan chiroyli qilib restoranimizni tugatib o'zgacha ko'rinishga ega qilishgan.